Assalomu alaykum, qandaysizlar? Kelingizlar og'alar. Mehnat bez barmoqning dastavkalari qimmat chiqyapti bag'asi. Hozir klientlarimiz bарлigi jalva qilyapti. Instagram kanalini yozayapti bizga. Nimaga qimmat chiqaryapsizlar? Aytingizlar-chi. Normali bo'lyapti. Kecha qarz olganda gazda turib, 10 ming postgan. So 10 ming jo'dan ikkita piramida olib javob, kanch kelib berdi. Kech chiqyapti. Nega qimmat oparyapsizlar klientga? Nimaga qimmat oparyapsizlar? Yaxshi emas, nima kamchilik? Aytingizlar-chi. Nima kamchilik? Tirikchilik o'zibdi, mashinani. Boshqa tirikchilikga o'zi yo'q. Narsa bo'lib qolsa, bo'ldi ish. Yo'q. Habitimizga Boshqa haftaning o'zida mana 3 marta kirdim men vulkanizatsiyaga. Bu 190 men 5 ming qo'yapsiz. Abet bo'ldi deb 1 soat o'tirayotganimiz yo'q. Anglash yo'q. O'sha og'alarimizga ulkan rahmat aytamiz. Vaqtida dastavka xizmatlarini vaqtida yetkazib beryapti. Balondan endi o'zimning siylig'im bor, balondan. Arzima siyliq bo'lsa ham mana $200 dan balon olasiz mana. Mana. Rahmat barlaringizga. Rahmat. Mehnat bez barmoqda dastavka xizmatlari ham bor, kelishtirib beradi, aparadi.